Salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan Mailbetga registratsiya qilishni ko'rib o'tamiz. Qani boshlaylik. Birinchi o'rinda bizga Mailbet ilovasi kerak bo'ladi. Agar ilovasi bo'lmasa, bizning kanalimizda Telegram kanalimiz silkasi bor. Shunga o'tib, silka orqali kirsangiz ham bo'ladi. Birinchi o'rinda Mailbetga kiramiz. Mailbetga kirib olganimizdan keyin tepada kirish va ro'yxatdan o'tish degan knopkalarimiz bo'ladi. Biz ro'yxatdan o'tamiz. Bu yerda 4 bosqich orqali ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Bir bosqichda telefon orqali va email orqali. Biz hozir sizlar bilan eng tez bir bosqichda degandan o'tamiz. Telefon orqali degani nomeringizni yozasiz va sizga soобщение keladi. Email ham xuddi shunday. Bir bosqichda mana kirganingizda mamlakat valyutani tanlaysiz. Menga dollarda tushunish osonroq, shunga ham dollarni bosib o'tamiz. Promokod joyiga MT701 degan promokodni kirgizib tasdiqlaymizda va ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin mana men robot emasman degan knopkamiz chiqadi. Shu bu bosqichdan o'tgandan keyin sizga login va parol beradi. Buni esdan chiqarmaslik uchun screenshot qilib olamiz va keyingi degan tugmani bosib olamiz. Ko'rib turganingizdek, biz registratsiya qilib bo'ldik va pastda mashhur saralangan va tarix menyu degan knopkalarimiz paydo bo'ladi. Menyuga kirib olamiz, tepada bizning ID'miz chiqadi. Shu ID'ga kirib, mana bu yerda ma'lumotni to'ldiring degan tugma chiqadi. Shuni bosib olamizda, familiya, ism, hamma narsani to'ldirish kerak bo'ladi. Bo'lmasam siz akkauntingizga solgan pul hammasi shuni yechib olishi mumkin. Shuni hammasini to'ldirganingizdan keyin o'zi bemalol depozit qilib, o'yinlarda o'ynasangiz bo'ladi. Sizlarga yana bir marta eslatib o'taman. Bizning promokodimiz MT701 ni to'ldirib bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hammaga katta